Sağlam do'stlar, bugun sizlar bilan bugun biz do'stlar sizlar bilan Exteki Antarktikon degan o'yinda o'ynaymiz do'stlar. Men Robloxdaman do'stlar. O'zimni xaritani tanlayman. O'zbekiston bormikan? Do'stlar, O'zbekiston bayrog'i. Opa. Menda bu bor. Men yoqqa kiraman do'stlar. Kiyim, sumka, o'zimga kaska kiyib olaman. Fanar kerak bo'ladi. Pulli ekan. Okey, bular kerak emas demak menga. Bular ham kerak emas. Nima do'stlar? Energiya. Suv ichamiz do'stlar, qana. Men hozir nima qilishim kerak shunda? Mana yo'l. Maqqa kirib bo'lar ekan. Bu nechtadan keyin kirsa bo'lar? Okey do'stlar, hozir biz Betsuku. Aha, mana. Aytdan cho'qqilikka chiqishimiz kerak. Do'stlar, betlardan o'tib boramiz do'stlar. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi ochdim do'stlar. Sizlarga yoqib qolishi mumkin. Bu kanalda faqat Robloxda boraman. O'zbekiston bayrog'i. Yana qayerga borishim kerak ekan? Yexdi. Qayerga boqam? Bitta jon bor ekan, ko'ryapsizlarmi? 99% bo'lib qoldi o'zi. Ozarbayjon bilan ketyapman do'stlar. Sizlar mana ketyapmiz. Qiya tog'lardan o'tib. Bechora tushib ketdi. Qiyshiq o'qdi. 92% jonim qoldi, qaranglar do'stlar. Ancha qiyin. Bechora yana ashitdan kelyapti. Chiqib olsa bo'lardi-ku endi. Do'stlar, ancha qiyin va ancha shafqatsiz. O'sha tog'da yuradiganlarga ancha qiyin do'stlar. Ma'lumlar qaranglar. Bu tomon qulf. Qiyalikda tushib ketsang ham o'lasan. Sharshara. Do'stlar qaranglar, tovushni qarang. Bekdan tosh tushish ehtimoli bor deyapti. Qiyaliklar. Uni qara. O'tish ancha qiyin do'stlar. Xaritani ochib olmayapti lekin. Do'stlar, ancha strashniy bor-ku. Voy. Men nimaga bu yoqqa tushib ketdim? Sirpanchiq ekan. Atagim fanar olib kelmaganmi? Strashniy boryapti do'stlar, qaranglar. Yo'lni ko'rib bo'lmaydi. Qayerga mashina bilan ketaveraman endi. Yo'lni ko'rmayapman do'stlar. Mana yo'l. Yexti do'stlar, kichkina yo'lchalar qaranglar. O'tish imkonsiz. Lekin biz o'tyapmiz. Qayerdan chiqqansizlar? İyi.
bu tomonga chiqish kerak ekan. Qo'rqinchli va qiyin ancha. O'sha yerda aylanmasa bo'lmasmidi? Qoch yo'ldan yiqilib tushamiz. Do'stlar, bu yo'l oy. Ancha strashli. Qanday chiqaman endi? Bu tomonga chiqib ketsam bo'lmaydimi? Yutishga harakat qilaman do'stlar. 3 ta jonim bor. 36% qoldi birinchi jonim. Kompyuterda o'ynamaymiz do'stlar, shuncha ancha qiyin. Kompyuterda siz faqat oldinga bossangiz to'g'ri yurib ketadi. Mana yoqqa yoqqa burilib ketyapti-da. U bizni kutib turibdi. Qachon? Ketdik. Yaxshi do'stimiz bor bizda endi. Do'stlar, biz mana shu yoqqa yurib borsak. Bu fonarchilar bizni chorlayapti o'ziga. Bu qiyaku. O'tish ancha strashno lekin. Ancha qo'rqinchli joylar. Men o'tdim. Kutib turaman ki. Yextin qaranglar do'stlar, o'sha joy yo'q da qo'rqib. Biz shetdan o'tishimiz kerak. U qimirlayapti. Ekranim ham qimirlayapti, o'ku. Sizlarga sezilmay bo'lishi mumkin. Men ekranim qimirlayapti do'stlar. Men ekran qimirlayapti. Yexti. Tushib ketdim. Ayb nima menda? O'tib ketsang kutib turaman do'stim. Ketdik. Biz yutdik do'stim. Do'stlar, biz yutdik. Keyingi joyga boramiz endi. Mana vaqtga endi dal shu davom ettiraveramiz do'stlar buni. Ma shamol. Qara qimirlayapti. Qimirlab ketyapti. Qara odam nervi buziladi. Shamol jinni basharak-ku. Do'stlar. Bitta umuman sakrash imkonsiz. Ketdiga. Ben kutib turaman. Do'stlar, meni shuncha kutdi. Endi buni tashlab ketsam yaxshi ish bo'lmaydi-da do'stlar. Shuncha kutdi do'stlar. Evdan chiqib kela olmaysan. Chiqolmaysan. To'g'ri yo'ldan kel. 66 gradus sovuq. 446 metr tepalikka chiqib tushib ketsam pastga. O'laman-ku. Do'stlar, bitta shlemlar bor ekan. Do'stlar, bu ochilgan yangi kanal sizlar uchun Robloxda videolar olib ko'rsatib beraman. Ketdik do'stlar. Sizlar uchun video olib beraman do'stlar. Shuning uchun like, obunani ayamasdan bosinglar. Qara, ehtiyot bo'lib o'tdi. Tushib ketsak, o'la. Nima dedim? Qayerdan boshlayman? Meni kutib tur. Men qolib ketdim. Voy jinni. Men tushib ketyapman, shoshilyapman. Sen ham tushib ketdingmi kerak? Oxiri qiyinmi deyman-da. Tushib ketibdi.
Qayeri qiyin buni? Ha, bildim. Tushunarli. Qiyin joyini topdim. Do'stlar, bu vahshiy bu zo'r o'yin. Antarktika deb olsalaring chiqadi do'stlar. Agar sizlar shu joyga kelib qolsalaring, o'ylab ko'ringlar. Chiqolmayapmiz-ku. Sakrab ko'rchi. Qanday? Shuncha sakrab osilib, to'xta. Bo'lmas ekan. Yur, yana harakat qilib ko'raylikchi. Do'stlar, mana bosolmay qolyapman, shoshilyapman. O'tamiz do'stlar. Yana 2-3 ta harakat o'tib ketamiz. O'tdi. Men ham o'tdim. Ketdik. Mana tepaga chiqamiz. Pastga tushamiz. Kev. Mana shamol demasa bo'ldi-da. Yo'q. Sirpanchiq deyapti-ku. Sakrasam sezilmayapti do'stlar, pastga. Bu mavonani axir ekan-ku. Sherikmi qani? Tashlab ketdimi deyman. Mana sherik. Shumidi? Sherik meni tashlab ketma. Menimcha sherigim bo'lmas edi-ku. Sherigim qolib ketdi. Voy baxki. Uzrayman, to'xtab qoldim. Do'stlar, bu men shuncha kutdim, men ham buni kutishim kerak edi endi, qaranglar. Ketdik. Sen bilan o cho'qqilarga chiqamiz hali. Böyle o'ldimmi? Voy bala. Voy balat. Atak bu boya nimaga ochilmayapti bet? Kiyim qayerda olaman? Voy balat, o'ldim-ku do'stlar. Kiyim ber. Ketdik. Böyle kiyim hamma narsa oldu. Endi onu jo'ramga yetib olishim kerak sherikka. Voy, shuncha o'tgan joylarim. Bu shamolni joyiga yana qaytib ketdim. Bu shamolni joydan o'tganimga ancha bo'ldi lekin. Ancha joydan qolib ketdim borku do'stlar. Bir marta o'tgan joydan ikkinchi marta oson o'tib ketaman. Atak tushib ketmasam bo'lgani. Xato qilishim mumkin. Hamma odam xato qiladi do'stlar. Qaysi kalla bilan chiqmadi bu? Sakramasdan shuni osilib olish kerak-da. Bekor sakram. Do'stlar, qaranglar. Bitta sakragan bo'ldi. Ana, nima dedim? Yetib olaman, problema emas. Mana bitta rasm tushib qo'yam. Yana qaranglar, 482 ga tushib ketyapti. Sakrab o'salar sezilmas ekan. Mana bu narsa lekin anchasi. Bu 74% jonim qoldi o'zi. Bu degani o'ylasan yana degani. Jonni avaylash kerak. Yetib keldim bu joyga. Yetib keldim do'stlar.
Taxtali joy mana. Joy. Shuni burilsam o'sha joy chiqar. Mana o'lgan joyim. Tashab ketaverdi meni. Tashab ketadi ham, chunki shuncha kutib turmaydi-ku. Shaqacha kelguncha qancha vaqtim ketdi. 5% jon do'stlar. 5%. Bir marta shuni yiqilsam, adoyi tamom bo'laman. Shu yiqilsam bo'ldi do'stlar. Meni umid kutib o'tirmayman. Suv ichay. Suv ichsam jonim to'lami? 5% turibdi. Xuddi xartadan birovni ko'rinayotganday bor-ku. Tushib ketmaslikka harakat qilaman do'stlar. O'tdim. Qayerga boray do'stlar? O'ng chap. Bunu stroy. Bu yoqqa boraman demak. Evet, hech nima yo'q ekan-ku. Shunda men qamalib qoldimmi? Yo'q, qoldim mana. Bu tomonda ziyib o'ylab chiqib ketish kerak. Qayerga boray? Bu yoqqa boray. Evet, ortiqcha yo'l yo'q. Nima bu? O'ldim. Qaysi tomon? Bu ikkita yo'l tanlash ekan. Bunisi yaxshi. Bunisidan ko'ra bunisi yaxshi. Tushib ketsam chiqish oson-ku. Bu qiyin narsa emas. Men borgan yashil joyga tez borib olishim kerak-da. Ata ko'zim endi ko'rmayapti. Ko'rmagan joyimda yiqilaman-da, at dushi. Umuman ko'rmayapman ularga. Kam ko'rinyapti, kam. Pastlikmi? Sakraymi? Qani nima bor? Xuddi keyingacha yetib keldim. Yashilga shunday bo'lsa bo'ldi. Shunday yashil. Yurishim kerak. Ketyapman mana shular bo'lib. To'xta, asta. Boshqa sal qiyin ekan. Juda tez yurib ketadi bu. Bu zo'r narsa ekan, lekin yomon tez yurib ketyapti. Chunki mening manaqa narsalar ko'p chiqyapti. To'g'ri ishlamay qolsam bu. Tushib ketsam o'laman do'stlar, shuning uchun asta harakat qilyapman. Nima degan? Pingvin bor, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lmasin. Biz zo'r narsani ketyapmiz. Bu hech narsa sinmaydimi? İşonchlimi? Mana. Qayergadir yetib keldim. Bu yerga kirib bo'lmaydi, pishkon boraman. Voy. Nima? Suvga tush. Suvga tushyapti.
Ne deyaptim orasida? Agar o'lsam bekorga baqiq jo'natmaydi-ku. Suvga tushib boryapman. Vashi. Suvni ichiga ketyapman do'stlar. Suvni ichiga. Ana kislorod sumkam bor ekan deyapman. Chiziq bo'ylab ketsam. Qarala vashi strashniy joylar. Okeanga chiqib ketdim-ku. Ye. Men yo'limdan qochinglar, qo'rqitmanglar unaqa. Vashi do'stlar. 5% joncham bor. Tez harakat qil. Do'stlar mana shunday baqlarga ham bilmayman o'zi qayergadir ketyapman-da, borku muzlarning ichidan o'tib. Yana ham ketyapti ko'pikcham. Kislorodim tugayapti. Da tezlash. Opa, ana. Qayerlardandir o'tib keldim-da. O yashil joy, xayriyat do'stlar. Mana 5% jon bilan do'stlar, mana 5%. Mana bum. Endi o'lishga ham roziman. Dalshi davom ettiramiz. 5% jon bilan qayergacha boramiz? Do'stlar, bu o'yinni bir 30 minut o'ynayman, yani 8 minut o'ynayman do'stlar, keyin o'yinni to'xtataman, videoni to'g'rirog'i. Chunki uzun bo'lib ketadi, ham montajlari qiyin bo'ladi. Lekin montaj qilmasam ham bo'ladi do'stlar. Nima qilaman montaj qilib hamma yerda chotki, bitta va like va obuna bosishlaringizni so'rab qolaman do'stlar. Men mingta bo'lsam jonli efirda mana shuni ko'rib o'tirasizlar. Juda zo'r o'yin bu. Jonli efirda ko'rib, mazza qilib o'tirasizlar. Bundan ham zo'r o'yinlar chiqaraman. Yo, vashi borku, o'zim qayerga ketyapman? Maqsad nima? Maqsad suv ichay. Shu sovuqda suv ichadim o'tam, yexdi. Endi men suv ichyapman-da, energiyam ham. Mana o'sha to'siqlar yana kela boshladi do'stlar. Hop, mana shu to'siqlarni tas. To'siqlar osonlashib ketdimi? Juda oson. Ozgina qoldi, ham tushib ketardim. Qaranglar, tushib ketasan o'zi. Ingichka joy ko'radilar. Tushib ketsak ham o'ylab bala. Nima bo'ldi? Sumka, kaska olindi do'stlar. Albatta, lekin uncha ancha joy bosib o'tganim yo'q. Hamma chodir yasab olibdimi? Men faqat yuraman. Gradus, elektr gradus. Bo'yi 64 edi, tushibdi 10 gradus. Yaxshi, bu yaxshilikka bu tushgani. Men do'stlar, bilmayman boyaga odamni yo'qotib qo'ydim, u meni vashi o'tib ketganmi yo'q, qolib ketganmi, unisini endi bilmadim. Umuman odam chiqmayapti-da, bu yerda umuman odam degan narsa yo'q, odam yo'q. Nima? Ay bala. Qara. Bunaqa belgi yo'q edi-ku. Voy bala, ag'darsin tarqib ketdi-ku. Bilet, jonni qara bilet. Asha do'stlar, asabni uzatdim, qaranglar. Chuqur, unga qorong'i tushdimi? Mayli do'stlar, yo'l davom ettiraveramiz. O'y chiqibdi.
Mana shu qorong'i bo'lgani yoqmaydi-da. Umuman strashniy ham ancha bir o'tish qiyin, qiynalib qolasizlar. Qani yo'l? Manaki. Qaranglar. Chuqurligini. Kechasi unchalik ko'rinmaydi, ertalab ko'rgandilar. Chuqur edi. O'yinda sakrab o'tish kerak. Oy, tushib ketdim u pashti. Qaranglar, yo'l yo'q, tog'iga osilib olganman. Yo'l yo'q. Va mana shu yerga qilib ketdimmi? Bu safar xato qilmayman. Yaxshi. Qayerga? Uppoli. Kiraymi yo'qmi? Ne bo'larkan kirsam? Bu ustimni izolyatsiya qilyapti. Da bu yerda rosa ko'plar tushib o'lib ketgan. Men kirish niyatim yo'q. Jimgina bir yaxshi yo'llardan o'tib ketaman. Nimadir ko'rgandek bo'ldim. Nimadir ko'rdim do'stlar. Balkim qorong'i bo'lganga ko'zimga bunday xirashira bo'lgan uchun ko'rinib ketgandir. Yo bo'lmasa nimadir rostdan ko'rindi. Endi shu vashi bo'lib qanaqa yo'llar? Abi ustimdan izolyatsiya qilyapti-da meni. O'tish imkonsiz yo'llardan o'tkazmoqchi-da, o'tish imkonsiz. Vashi bor-ku. O baxtim mening. Yashil nima bu yashil? Yutdimmi men? Voy jinni, tushundim. Tushundim. Men tepaga chiqaman. Voy bilin. Pastga emasmidi? Pastdan ip bog'langan-ku. Men yiqilsam-da, baribir yerga tushaman-ku. Ipam yerda-ku. Qanday? Tushunarsiz narsa. Xayr, ipjon. Qo'yor. Bu qanday yechaman endi? Mana yechish degani. Obelli. Mana shunaqa belik. Bu nima? Uchib ketishingiz mumkin shamolda. Shamolda uchamanmi men? Ya'ni 78 kiloman uchmayman. Hazil desizlar. Mayli, hozir mashitimni yotib qolsam bo'lmasmikin? Qiyshiq deyil. Normal joy topib John Lefer qo'raymiz yerda. Telefonda John Lefer qilamiz. Anga hech nima kerak emas, hazillashdim. Atak bitti. Onlarla bu. Hoppale mana. Dahshat balandlarga chiqib ketyapmiz do'stlar. Вообще страшный joylar umuman. Mana. Sakrasang yiqilasan. Javob sakrasam yiqilaman. Bu qayerga yurish kerak? Yo'l ayt. Mana. To'xta. Uchirma. Qaranglar. Shu ekran aylanyapti. Bir ikki kuruk. Sakrasam uchib ketaman. Ancha qiyin do'stlar, ancha qiyin. 1500 metr balandlikka chiqdim do'stlar. Everest tog'iga chiqyapmanmi shunda? Da lekin bo'lishi mumkin. To'xtalar suychi olay. Все. Da. Menimcha marraga yetib keldim, menimcha, agar adashmasam.
Marraga yetib keldim-ku, qaranglar. Mount Antarktika. Antarktika olyapti. Eng baland cho'qqiga chiqibman. Adashmasam. Endi tushishim kerakmi shu cho'qqida? Mana parashyut bersang sakrab tushsam bo'lmaydimi? Ya bular endi izolyatsiya qilyaptimi? Shuncha chiqqanman endi tushirib. Men to'xtab o'tirmadim do'stlar. Shuncha chiroyli manzarani ko'rsatmadim. O'zinglar ko'rib ketasizlar manzarani. Unga sirpanchiqligi sezilib turibdi-da. To'g'ri-ku. Ashunaqa bo'lsalar umuman sezilmaydi ishoninglar. 1200 uchib ketaverib, 1600 ga chiqayotdim boya bor-ku. Quyoshlar ham chiqib, уже kech ertalab ovqat yemas ekan demay personajim. Vashchi lekin chiroyliman. Mayli do'stlar, hazil bilan shu asta videoni tugatib qo'yaman do'stlar. Sizlar bilan bugun nok bo'ldi do'stlar. Shunday qilib asta pastga tushib boraman-da do'stlar. Eng baland cho'qqiga chiqib ko'r. Bu nima? Amal do'stlar, men bu tomondan ketaman, qorni ichiga kirganimda chiqardim boyaga qorga. Mayli do'stlar, ko'rishguncha sizlar bilan nok bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha